9-zabur. Ijrochilar rahbariga qizlar kuyiga aytiladigan Dovud sanosi. Butun yuragimdan ey egam senga shukr aytaman. Barcha ajoyib ishlaringni so'ylayman. Sen tufayli shodlanib quvonaman. Qo'shiq aytib seni madh etaman ey Xudoyi taolo. Dushmanlarim chekinib qochganlarida qoqilib nomud bo'ldi sening huzuringda. Sen adolat ila hukm qilib taxtga o'tirding. Meni hukm etib yuzimni yorug' qilding. Xalqlarni sen vahimaga solding. Qabihlarni qirib tashlading. Ularning nomini bir umrga o'chirding. Vayronalar ichra dushmanimiz to abad g'oyib bo'ldi. Ularning shahrini sen vayron etding. Ularning xotirasi tamoman o'chdi. Egamiz esa to abad o'z taxtida o'tiradi. U taxtini hukm qilish uchun qurgandir. U olamni adolat bilan boshqaradi. Xalqlarni odilona hukm qiladi. Mazlum uchun egamiz qal'aday bo'ladi. Ha, qayg'uli damlarda u panoh bo'ladi. Ey egam, seni taniydiganlar o'zingga umid bog'laydi. Senga yuz burganlarni tark etmaysan. Hamdu sano kuylang Quddusda taxt qurgan egamizga. Uning ishlarini e'lon qiling xalqlar orasida. Qasoskor egamiz mazlumlarni yodida tutadi. Jafokashlar faryodini u unutmaydi. Rahim qil menga ey egam, qara. Mendan nafratlangan g'animlarim azob bermoqda. O'lim og'zidan meni qaytaradigan sensan. Shu bois go'zal Quddus darvozalari oldida senga hamdu sano aytayin. Menga najot bergan sensan, shu bois ham quvonayin. Xalqlar o'zlari qazigan chuqurga o'zlari yiqildi. Yashirgan to'rlarga oyoqlaridan ilindi. Egamiz adolatli hukmi ila o'zining kimligini ko'rsatdi. Qabihlar o'zlari qo'ygan tuzoqqa ilindi. Qabihlar va Xudoni unutgan jamiki xalqlar o'liklar diyoriga tushar. Muhtojni Xudo bir umrga unutmas. Bechora holning umidini to abad yo'qqa chiqarmas. Qani ey egam, inson zoti g'olib chiqmasin. Xalqlar huzuringda hukm qilinsin. Ularni qo'rquvga sol ey egam. Xalqlar inson zoti ekanligini bilsin. Nechun ey egam uzoqda turibsan? Qayg'uli damlarda o'zingni yashirasan? Takabbur qabihlar bechorani taqib qiladi. To'qigan ig'volari o'zlarining boshiga yetsin. Qabihlar yovuz ehtiroslari bilan maqtanadi. Ochko'zlar egamizni la'natlaydi, undan nafratlanadi. Xudoga intilmaydi o'ziga bino qo'ygan qabihlar. Xudo yo'qdir deb doim o'ylaydi ular. Qabihlarning doim ishi yurishadi. Xudoning amrlarini ular tushunmaydi, dushmanlarini pisand qilmaydi. Ular o'z ko'nglida o'ylaydilar. Biz hech qachon qoqilmaymiz, hech qachon kulfatlarga duch kelmaymiz. Qabihlarning og'zidan la'nat, hiyla, po'pisa chiqadi. So'zlari bilan ular odamlarni yaralab, barbod qiladi. Ular qishloqlarda yashirinib oladi. Begunoh insonni poylab o'ldiradi. Ko'zlari ojiz qurbonni qidiradi. Sherga o'xshab panada kutib turadi. Bechorani ushlayman deb pisib yotadi. Zaifni o'z sirtmog'iga ilintirib ushlab oladi. Qabihlar o'z kuchi bilan zaifni yiqitadi. Uni yotqizib ezib tashlaydi. Ular o'z ko'ngillarida Xudo qilmishlarimizni unutgan. U ko'zlarini yumib olgan, hech narsani ko'rmaydi deb o'ylaydi. Qani ey egam, urgin qabihlarni. Ey Xudo, unutmagin mazlumlarni. Nechun qabihlar sendan nafratlanadi? Nechun o'z ko'nglida ular Xudo mendan hisob so'ramaydi deb aytadi? Sen esa ko'rib turasan, bilib turasan kulfat va azobda qolganlarni. Qo'llaringni ularga uzatasan. Ojiz o'zini sening panohingga topshiradi. Sen yetimga doim yordam bergansan. Qabihlar va yovuzlarning qo'lini qirqqin. Qilmishlari uchun ulardan hisob so'ra, toki ular boshqa yovuzlik qilmasin. Egamiz shohdir to abad. O'zga haqlar yo'q bo'ladi uning yurtidan. Ey egam, mazlumlarning istaklariga quloq solasan. Ularning yuraklariga dalda berasan. Yetim va mazlumning dodini sen eshitib, yer yuzida banda ularni vahimaga solmasin deya
ularga sen adolat qilasan.